بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
уважаемые дамы и господа, мы приветствуем вас в этом роскошном зале ресторана «Тилля Кори» на столь грандиозном событии в судьбе наших главных героев, великолепного жениха Фатих Мехмета и его прекрасной избранницы, блистательной невесты Мохины, которые в преддверии создания новой семьи и на пороге вступления в счастливую жизнь пригласили всех нас вместе отпраздновать свое торжество. В эти волнительные для всех мгновения, мать тебя лично, от имени всех присутствующих наших гостей поздравляем эту потрясающую пару с столь знаменательным событием в их жизни. Желаем им огромной любви, долгих лет, совместной и счастливой жизни, и чтобы их крепкая семья была достойна только восхищения. Avvalambor, assalomu alaykum aziz va muhtaram do'stlar. Tilla Kori koshonasiga qadam ranjida aylagan hurmatli xonimlar va janoblar, xush kelibsizlar deymiz. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Azizlar, bugun haqiqatdan ham ajoyib kun, sehrga bisyor bo'lgan sana. Bugun Mohinaxonning hamda Fatih Mehmetning Fotiha to'ylarida sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman va mana shu kechamizni sizlarning chiroyli guldiroz olqishlaringiz sadosi ostida ochiq deb e'lon qilamiz. Shu ikki yosh, ikki qalb, ikki kavtarga Allohdan uzoq umr, sog'lik, salomatlik, baxt, saodat tilab qolamiz. Azizlar, davramiz ochiq va albatta bilasizlarmi, bugun qo'shaloq bayram desam aslo mubolag'a bo'lmaydi. Bugun nafaqat Fatih Mehmet hamda Mohina bonularning Fotiha to'ylari, balkim Mohinaxonning, Mohina kelinimizning a'lo darajada magistraturani bitirganlari munosabati bilan mana shu yerda yig'ilib turibmiz va mana shu uchun ham bir chiroyli guldiroz qarsaklaringiz bo'ladimi? Rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta, kelinimiz a'lo darajada magistraturani bitirganlari bilan biz ham chin ko'ngildan tabrik va muborakbod etamiz. Qo'ygan qadamlari bardavom bo'lsin deb niyat qilamiz albatta. Assalomu alaykum deyirli misafirlar, qiymatli buyuklar, xonim efendiler va beyefendiler. Bugün bu evde büyük bir mutluluk, bereket ve sevgi günü. İki aile, iki gönül, iki kader bugün bir yola çıkmak, hayatlarını birleştirmek için burada toplandılar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel buluşma Allah'ın izni, anne babaların duası ve geleneklerimizin bereketiyle başlasın inşallah diyoruz. Уважаемые дамы и господа, хотим вам напомнить, что сегодня мы собрались здесь для того, чтобы веселиться и наслаждаться отменными блюдами профессиональных поваров этого райского ресторана «Тилля Кори». Поэтому просим забыть про все свои проблемы и жизненные хлопоты, отбросьте печаль и грусть и настраивайтесь только на позитив. Оставайтесь, пожалуйста, до конца нашего вечера, пока не прозвучат молитвы. Ну а сейчас я вам просто желаю приятного аппетита и хорошего праздничного настроя.
bugun 2025-yilning 11-oktyabr sanasida eng qadrdon, eng samimiy insonlar bilan mana shunday go'zal koshonamizda diydor ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bilamizki, bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Kelin-kuyovlarimizning albatta baxtlari bardavom bo'lsin, oila saltanat sarhadlariga qo'ygan qadamlari qutlug' kelsin. Osmondan ilohiy nigohlari yuborilgani rost bo'lsin. Sevilib yashasınlar, sevgi muhabbatlarning mevasi esa shirindan shakar, sog'liq, sog'liqa, mo'min musulmon farzandlar bo'lishini mana shu yerda yig'ilgan barcha qavm qarindoshlar tilab qoladi desam aslo mubolag'a bo'lmaydi. Kechamiz davom etadi azizlar va kechamiz chiroyli tabrik so'zlari bilan davom etadi va mana shu sahnamiz markaziga kelin poshamiz bilan birga ishlagan hamkasblari, ya'ni Toshkentdan tashrif buyurgan hamkasblari Farhodjon akani mana shu sahnamiz markaziga taklif etamiz. Уважаемые дамы и господа, вечер продолжается. Продолжается он красивыми поздравительными словами. И прозвучат они сейчас от коллег нашей очаровательной невесты Мухины. Из Министерства экономики к нам из Ташкента прибыл наш уважаемый гость Фарходжон ака. Я вас приглашаю на эту сцену и попрошу вас красивыми словами поздравить наших молодых. Пожалуйста. Спасибо огромное. Ассаламу алейкум. Рахмат. Assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsizlar. Sizlar opa to'ylar muborak bo'lsin. Yoshlarimiz Mohinaxon singlimiz, kuyovimiz Fatima baxtli bo'lishsin. O'g'li juvali, chiroyli, hammani havasi keladigan bir baxtli egasi, oilasi bo'lishsin. Sizlarning baxtliligi, sizlar ularning baxtiga sog' bo'linglar. Ularni nevaralarini Xudo xohlasa shirin shakar o'g'il qizlarni chiroyli bir farzandlarni rohatini ko'rib yurishlariga nasib qilsin. Bizda Turkiyadan kelgan mehmonimiz bor, Mustafa Bey. Let me say a few words for the couple. I would like to wish them the happiness of their lifetime. Such a beautiful couple. Mustafa Bey kuyovimizni otalari Turkiyadan tashrif buyurganlar. Let me say, I believe you as a father raised a very good guy, and I see at the photos now, I look at them, a very beautiful a couple. We, in Uzbek, we say, we say like a diamond on a ring. If the ring is your son, then the diamond is Mohina. Just the saying, but they are a beautiful couple. I'm very happy for them. And I've talked to you for a few minutes now, I've met, and I do believe they're going to be one of the best couples in the world, one of the happiest, and I only wish them the best things in life. And if you don't mind that, if you say a few words, I will translate. Selamun Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyden önce misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben ve eşim burada dünden beri bizi ağırlıyorsunuz. Allah razı olsun. Her iki ailenin burada buluşması için vesile olan Muhina ve oğlum Fatih İnşallah hem dünyada hem ahirette ebedi saadete vesile olsunlar. Bizim hiçbir zaman şunu unutmamamız lazım ki biz insan olarak, Müslüman olarak bir gayemiz var. Bu gaye çerçevesinde bir aile hayatı kuruyoruz. Bu aile hayatını gerek dünyada gerek ahirette ebedi bir şekilde sürdürecek olan tek şey imana ve İslam'a bağlılığımızdır. Eğer bu bağlılığımız biterse hayatın anlamı kalmaz. Onun için bu bağlılığı belki sizler bizden daha çok anlıyorsunuz. Çünkü biz Türkiye'de
çok farklı boyutlardan, silsilelerden geçtik. Ama sizler bunun daha derinini, daha acısını yaşadınız. Ve şimdi müstakil olarak bir yola girdiniz. İnşallah daha iyi günlere hep birlikte Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Türk Cumhuriyetleri, Türkiye ile birlikte gelecek bizim olacak şekilde yürürüz. Hepimiz dua edelim. Allah hepinizden razı olsun. Tekrar teşekkür ediyorum. Chiroyli tabrik so'zlari bo'ldi albatta, lekin bu qarsaklar bo'lmaydi azizlar. Balandroq chalib qo'yamiz albatta. Rahmat, teşekkür ederiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ilohim yoshlarimiz baxtli bo'lsin deb kechamizni davom ettiramizda va keyingi so'z navbatini albatta mana shu yerda ishtirok etayotgan Xudo xohlasa amma onajonimiz, Xurshida opajonimiz borlarmi shu yerda? Amma onajonimiz, marhamat. Sahna markaziga sizni taklif etamiz va sizni ham so'rab qolamiz. Yoshlarimiz haqqiga chiroyli bir duolar bilan, tabriklar bilan, niyatlar bilan albatta mana shu kechamizni boyitishingizni. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush omadedon, mehmonakoy aziz, nuri didat o jisar, hammekotun, omdagotun, qadamoy har qadam omdagotun ba, iloyikam qadamakotun, dardan kochekotun, dardan abinar. Hammekotun xush omadedon, endu yoshoba baxt metalabim, iloyim baxtli shavan, nevarador shavan, nevarador, iloyim همین دنیا بودگی همه نیت کوی نقص همین آباد. الهیم همین چی دلشون بر نیت کوی نقصشون همش مجدا شود. امداغتون بر رحمتی کلام بهونه کوشم مدیتون نوریده توجیه‌تر. Sizlar xush keldingiz. Rahmat, sog' bo'lishing, salomat bo'lishing, o'ratonlar rost bo'lishadi iloyim. Bilasizlarmi, birinchi qismimiz mana chiroyli tabrik so'zlaridan iborat bo'lsa, ikkinchi qismimiz albatta chiroyli raqslardan iborat bo'ladi. Chunki har bir so'zning isboti bo'ladi va isboti chiroyli raqslar bilan bo'ladi degan umiddaman va har biringizni, barchalaringizni sahnamiz markaziga chiroyli raqslarga taklif etaman. Yana bir bora Fotiha to'ylar muborak bo'lsin. Toqati sabrim tugar, armon turar, ko'nglim qilar, ishma
birga qo'sha qarishsin. Biz barchamiz duo qilamizki, Allohim o'zlariga o'xshagan bir-biridan shirindan shakar, solih soliha, mu'min mu'mina, ota-onam deydigan o'g'il qiz farzandlarni nasib va ro'z aylasin. Va mana shu farzandlarimizni dunyoga keltirgan ota-onajonlarimizni ham tanu-jonlari sog' bo'lib, mana shu farzandlarni rohatini, baxti kamolini ko'rib yurish nasib va ro'z aylasin. Mana shu yerda yig'ilgan aziz mehmonjonlarimizni ham xonadonlarida to'ylar bo'lsin deymiz. Sizlarning ham qizlaringiz, o'g'illaringiz, qahramonlarimiz singari kelinlik, kuyovlik sarpolarini kiyib, chiroyli kelin-kuyov bo'lsin deb niyat qilamiz. Kechamiz davom etadi azizlar va albatta kechamiz chiroyli tabriklar bilan davom etadi va mana shu sahnamiz markaziga hurmatli Mohina Bonuning ammajonlari Maya Hasanovnani taklif etamiz. Albatta xalqimizda bir naql bor azizlar. Amma keldi, hamma keldi. Shuning uchun hozir Maya Hasanovna hammaning nomidan albatta kelin-kuyovlarimizni tabriklab qo'yadilar degan umiddaman. Marhamat avvalambor assalomu alaykum deymiz. Sizga ham mana shunday chiroyli kunlar muborak bo'lsin. Marhamat, chiroyli tabrik so'zlaringiz. Assalomu alaykum. Mehmonlar va mezbonlar kiromi. Mana bugun shunday chiroyli dasturxon atrofida jiyanim Mohina Bonuni Fotiya to'yini o'tkazish niyatida hammamiz yig'ilganmiz. Jiyanim Mohina Boniga faqat baxt va yana baxt tilayman. U juda ham chiroyli baxtga arziydigan, juda chiroyli hayot kechirishga, baxtli kuyov bilan baxtli hayot kechirib, yaxshi kunlarni ko'rishga juda ham loyiq. Hamma mehmonlardan shuni so'rayman, faqat duo qilinglar. Bu ikki yosh baxtli bo'lishsin. Uvali juvali bo'lib, keyingi yil nasib bo'lsa, yana shunday ajoyib chiroyli to'kin dasturxon atrofida ularning beshik to'ylarini nishonlash nasib qilsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xush kelibsizlar. Rahmat, sog' bo'ling. Albatta ta'kidlab o'tish lozimki, Xudo xolasa 28 oktyabr kunida Amerika Qo'shma Shtatlarida barchangizni albatta kutib qolamiz. Mohina Bonu hamda Fatih Mehmetning nikoh to'ylarida azizlarimiz, qarsaklaringiz bo'lsin albatta. Va mana boyni ta'kidlab o'tdim, yana bir bor aytaman. Barcha mehmonjonlarimiz bu yerda yo'q edilar.
Bugun qo'shaloq bayram albatta. Bugun Mohina Bonuning nafaqat fotiha to'ylari, balki magistraturani a'lo darajada bitirganlari sababli mana shu yerda yig'ilib turibmiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida magistraturani bitirish bu juda murakkab ish deb o'ylayman va mana shu kunlarga yetkazganiga Allohga shukrlar bo'lsin deymiz. Kechamiz davom etadi azizlar va keyingi chiroyli so'zlari hurmatli Sayyora opajonimizning, ya'ni Mohina Bonuning oyijonlarining kursdoshlari Flora Jabbarova bu yerda ishtirok etyaptilar. Marhamat, hurmatli mehmonjonimiz, sizni ham mana shu sarnamas markaziga taklif etamiz. Вечер продолжается, друзья, продолжается он красивыми поздравительными словами, которые прозвучат в честь наших молодых от нашей уважаемой гости Флора Джабарова, это однокурсница нашей мамочки Сайора Ойти. И, пожалуйста, добрый вечер, здравствуйте, ассаламу алейкум, мархамат. Rahmat. Hozir davrada turli tillarda so'z bo'lyapti, endi men tojik tilida gapiraman. در میانی دشمنانی دوستان را گم مکن، در میانی کجروانی راستان را گم مکن. هر کجایی پا می‌نهی در پای تو پا می‌نهم، آشنایی خورده‌ای آن آشیان را گم مکن. ما همراه سیاره 37 سال باز دوگانه هستیم. اولا امروز من به الله شکرانه ها میگم، تسنا میکنم که با یکی از روزهای خرسندی، روزهای خوشبختی دوگانه هم سیاره که دختره که عزیزشان را فاتحه توی میکنند نشستید. من امروز سیاره جان شما را شخصا از نام خودم، از نام همه همکرسانی که امروز در سمرقند و دیگر ولایت ها هستند تبریک میگم. الهی همین ماهینه جان با همین همسری که انتخاب کرد یک جای پیر شود، در دلچی آرزو نیت هایی که داشته باشد به همه آرزوهایش رسد. سیاره جان شما الها مادر کلام شوید، بیبی کلام شوید الها. همه وقت همه روزی دسترخوان مولادتان با ما باز دیگر همکورس هایم بیان و اشتراک کردنشون رو میخوام. باری دیگر همه شما برای اعتبارتان رحمت، شما برای تکلیفتان رحمت همتان. Rahmat, sog' bo'lishing, salomat bo'lishing, umraton daroz shabad shmoyam chiki niyataton bo'lishib, hamma niyataton birasidan ilohiy jami alman bo'lishadi. Albatta, bu kunlarni orzu qilib kutgan insonlarimiz bor. Kelin-kuyovlarimizdan ko'proq hurmatli onajonlarimiz, otajonlarimiz, Fatih Mehmetning otajonlari Mustafa Bey, Nuriya xonim va albatta Mohina Bonuning oyijonlari Sayyora opa, sizlarga barchalaringizga mana shunday chiroyli kunlar, to'ylar, fotiha to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Nimaiki niyatlaringiz bo'lsa, barchasi jami amal bo'lishiga mana biz ham tilakdoshmiz. Qudachiligingiz mingchilik emas, balkim abadiy bo'lsin deb niyat qilamiz. Farishtalari hech qachon uzilmasin. Xudo xohlasa albatta kelasi yillari beshik to'ylarida, sunnat to'ylarida aziz mehmonjonlarimiz bilan birgalikda mana shunday to'kin sochin dasturxonlar atrofida diydor ko'rishimizni Yaratgandan so'rab qolamiz. Xor so'rashga yarayman birov, duo qolasiz darrov. Sochingizga qo'nsa ham qirov, latofatli onajonimsiz. Shirin so'zim yetadi sizga, jon bergansiz o'g'il qizga. Keragingiz bor hali bizga, o'xshashi yo'q onajonimsiz. Hech kim so'zini ikki qilmagan, hanuzgacha ishdan tinmagan. Uyqu nima hali bilmagan, bebahoyim onajonimsiz. Sodda onam benuqson onam deb yuradi hamisha bolam. Ona bilan tirik bu olam, yasholmayman onajonimsiz. Mana shu bir onajonimiz haqida Gulroz Samarqandcha farzandlaringiz bo'lsin aytsa. Rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar va yana bir bora barchalaringizni sahnamiz markaziga chiroyli raqslarga taklif etamiz. Kechamiz davom etadi. Yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin.
Hüsnüne şeyda içine akılıp diyeceğim Kaldı yerler bakışlar Hüsnüne şeyda içine akılıp diyeceğim Oynasam şükürlerim Mükâv gel şey dökülür Bırakmıyor bir vaka Dağ gel şey dökülür Ökülür külün mıkabın Açıdan hastalıyım İşkidin boynum basılgem Dağ gel şey dökülür İşkidin boynum basılgem Dağ gel şey dökülür Dağ ikensiz oynasam Dağ ikensiz
bo'lsin. Kelin-kuyovlar. Baxtingizni tilovchi do'stlar. Bu kechaning naqshidir ular. Yiroq bo'ling yomon ko'zlardan. Baxtli bo'ling, kelin-kuyovlar. Boshingizda ota-onangiz. Xizmat qilib aslo tonmangiz. Do'st yordan aslo tonmangiz. Baxtli bo'lsin, kelin-kuyovlar. Shamshod sizga baxt tilar yoshlar. Do'stlaringiz taxt tilar yoshlar. To'g'ri yo'lga boshlar yaqinlar. Baxtli bo'lsin, kelin-kuyovlar. Albatta, Mohinabono, Fatih Mehmet baxtli bo'lishsin va baxtlariga hech qachon ko'zlar tegmasin deb niyat qilamiz. Tabrik so'zlarimiz ham davom etadi azizlar. Sahnamiz markaziga jon qo'shnimiz, yon qo'shnimiz, Sayyora opajonimizning qo'shnijonlari Surayyo opajonimizni sahnamiz markaziga chiroyli tabrik so'zlariga taklif etamiz. Marhamat, jon qo'shnimiz, yon qo'shnimiz Surayyo opajonimiz. Siz qolayliksiz. Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, mehmonlar, do'stlar, xush kelibsizlar. Bu kechamizning sababchisi bo'lgan ikki juftlik, ikki bir-birovga juda ham mos yoshlar. Ilohim baxtli bo'lsin. Avvalambor ikki xudolarni tabriklayman. Kamol sizni ham, Nuriya xonim sizni ham tabriklayman. Ilohim baxtli bo'lsin, bolalarimiz o'sha qarib yursin. Qanday kunlarda, qanday niyatlar bo'lsa, niyatlariga yetsin. Xush kelibsizlar. Sizga ham rahmat. Albatta bir necha daqiqalardan so'ng sahnamiz markaziga chiroyli raqslarga taklif etamiz sizni va продолжим наши поздравительные слова. Приглашу сюда однокурсниц нашей очаровательной невесты Мохины, Ангелина и Азиза. Остались только вы. Тут был целый список. Шахзода, Фарзона и Динара уже нас покинули, но Мохина просила пригласить вас на эту сцену. И я попрошу вас сейчас выйти к нам на эту сцену и поздравить наших молодых, пожалуйста. Если что, это не я. Вот. Мохина сама мне написала, поэтому, пожалуйста, ваши поздравительные слова. Уважаемые гости, большое вам спасибо в первую очередь за то, что пригласили, за то, что оказали нам честь позвать на мероприятие. Мы всегда очень рады, когда наши родные подруги выходят замуж. Особенно, когда выходят замуж за прекрасных молодых людей, воспитанных, добрых, честных. Спасибо вам большое за то, что подарили Мохине такого прекрасного мужа. Мохиночка наша тоже прекрасная девушка. Самый лучший друг, всегда готовый прийти на помощь, всегда готовый в любую секунду оказаться рядом и сделать все, что нужно. Желаем им от всей души большого-большого семейного счастья, крепкого здоровья, чтобы все их желания исполнялись, чтобы у них все было так, как они хотят, и все получилось так, как у них задумано. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Можете присаживаться на свои места. Наш вечер продолжается, друзья. Уважаемая Мохина, я хочу тоже поздравить ее с столь знаменательным событием в ее жизни, в жизни ее родителей. Желаю я тебе огромной любви, долгих лет счастья, всего самого наилучшего и прекрасного, что есть на этом свете, бесконечного здоровья. И дай Бог, чтобы на следующий год мы праздновали день рождения твоего первенца в таком же красивом кругу с нашими гостями вместе с нашей очаровательной мамочкой Сайорой. Я вас тоже поздравляю. Вы воспитали хорошую дочь, прекрасную дочь. Воспитанная она у вас очень. И самая добрая, самая милосердная. Дай Бог и вам, и ей здоровья, счастья, всего самого наилучшего, и чтобы все-все-все задуманное исполнилось и воплотилось в реальность. Вечер продолжается, друзья, продолжается он вашими красивыми танцами,
как-никак, сегодня праздник, сегодня веселье. Я думаю, вы должны будете украсить его просто задорными, зажигательными танцами. Приглашаем на наш танцпол на самые красивые зажигательные танцы, пожалуйста. To'ylar muborak bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Yana bir gulduros Samarqandcha qaysaklar bo'lsin aytlar. Rahmat, sog' bo'linglar. Tabrik so'zimiz, hurmatli Dilorom Baratov mana bu yerda ishtirok etyaptilar. Sayyora opajonimizning opajonlari, marhamat, sizni ham mana shu sahnamas markaziga taklif etamiz. Уважаемая Дилором Баратовна, это сестра наша уважаемая мамочки Сайорова, и мы вас тоже попросим поздравить с наших младших, пожалуйста. Assalomu alaykum. Hurmatli mezbonlar. Mana bugun biz juda chiroyli bir davrada o'tiribmiz. Ikkita yosh qalbning bugun Fotiha to'yi. Bu bir-biriga suyanib, uzoq o'lkalarda, uzoq yurtlarda bir-biriga suyanib, bir-birini topishib va mana bunday qilib bugun chiroyli davra qilib o'tirishni o'zi bo'lmaydi. Men bilaman, institutda o'qishni ham o'zi bo'lmaydi. Bu uchun qanchadan qancha mana Sayyora singlimizning mehnati, shuni xo'jayinini mehnati ketdi. O'qish bu igna bilan quduq qazish bilan barobar. Mana bugungi chiroyli bir oqshomda men bonu o'yga ham, kuyov bo'lajak kuyovimizga ham baxt tilayman, sog'lik tilayman, umr tilayman. Nima orzu niyatlar qilgan bo'lsalar, hammasiga erishsinlar. Ilohimgina mana shu bilimning eng baland cho'qqilariga erishib, eng baxtli inson deb o'zlarini bilishsinlar. Kelinimizga men ayol baxtini tilayman, kuyovimizga esa erkak baxtini tilayman. Ana shu kelin kuyovning ota-onalariga esa ularning farzandlarini kamolini ko'rishlarini, ularni eng yaxshi kunlarida o'tirishlarini istayman. Atroflarida nabiralar, evaralar, chevaralar bilan o'tirishlarini istayman uchun. Juda haq gaplar bo'ldi albatta, hurmatli mehmonjonimizdan. To'g'ri aytdingiz. Otajonlarimiz, onajonlarimiz, mana har biringiz ham bu dunyoga farzand keltiribsiz. Oq yuvibsiz, oq tarabsiz, charchash nimaligini bilmabsiz. Qanchadan qancha bedor tunlarni boshingizdan o'tkazibsiz. Oq desa, yoniga uchib boribsiz. Qanchadan qancha mashaqqatlarni, zahmatlarni boshingizdan kechiribsiz. Voyaga yetkazibsiz, tarbiya beribsiz. Ana endi esa o'sha bedor tunlaringiz haqqi, oq desa yoniga uchib borganingiz haqqi. Doimo mana shu farzandlaringizni, rohatini, baxt kamolini ko'rib yurish sizlarga nasib etsin deymiz. Tunlari uxlamay bedor bo'lganim, men uchun kuyunib zor-zor bo'lganim, hayot tashvishidan ozor ko'rganim, otamni, onamni asrolloh.
Ularning borligi davlatim, taxtim, quvonchim, shodligim, eng oliy baxtim. Yelkamda ko'tarib haj qilish ahdim. Otamni, onamni asra Alloh. Shay turib tunu kun xizmatin qilay. Yuzlarin sinabon g'animat bilay. Solih farzand bo'lib duosin olay. Otamni, onamni asra Alloh. Gohida kech kelsam, ko'zlari gilgir. Farzandim tinchmin deb o'ylaydi har on. Boshimda volidam parvona har on. Otarligini xohlasam, ko'zimdan bilar. Bizning erkamiz deb boshlarim silar. Otamni, onamni asra Alloh. Hurmatli Mustafa bey, Nuriya xonim, Suroya opajonimiz, sizlarni doimo Alloh o'z panohida asrab, avaylab yursin deymiz.
sog'liq ishtaha tilab mana shunday go'zal kechamizni davom ettiramiz va saqlamiz. Markaziga yana bir bora Moshina bonining ham kasbdoshlari Farhodjon akamizni mana shu saqlamas markaziga taklif etaman. Hozir ular hurmatli Fatih Mehmetning otajonlari Mustafabeyning so'zlarini chiroyli qilib bizlarga tarjima qilib beradilarda, ularning fikrlarini bizlarga bayon etadilar. Marhamat. Assalomu alaykum, ya hurmatli huzur Mustafa Bey bir iltimos qilgan edilar, kitobdan bir parcha sifatida o'qib berishni. Saodatning asoslaridan nikoh esa insonning eng ko'p ehtiyojini tatmin etgan, qalbiga muqobil bir qalbning mavjud bo'lishiki, har ikki taraf sevgilarini, ishqlarini, shavqlarini mubodala etsinlar va lazoizda bir-biriga sherik, g'am va qayg'uli narsalarda ham yakdigariga muovin va yordamchi bo'lsinlar. Bir ishda mutaxayyir qolgan yoki bir narsaga sho'ng'ib tafakkur qilgan odam hatto zehnan bo'lsin istaydiki, biri kelsin, o'zi bilan u hayratni, u tafakkurni bo'lishsin. Va Mustafa Bey iltimos qildilar urg'u berishni aynan shu qismiga. Qalblarning eng latifi, eng shafiqi qismi soniy bilan ta'bir qilingan ayol qalbidir. Rahmat. Juda chiroyli, juda haq gaplar, albatta sog' bo'lasiz. Umringiz uzoq bo'lsin Mustafa Bey. Xush keldingiz. Bugun burada bir başlangıçta şahit olduk. Bir sevgi hikayesinin bir ömürlük yolculuğun ilk adımı atıldı. Allah bu iki aile huzur, muhabbet, birlik ve bereket versin. Gençlerimizin ömürleri nurla, yuvaları sevgiyle dolsun. Bu Fatiha düğünümüz mutlulukların en güzeline vesile olsun. Fatiha olsun, yolları açık olsun deyimiz. Kechirasizlar Türkçemişim albatta. Ammo mana shu so'zlarni Mohina bonidan albatta qabul qilasizlar degan umiddaman. Rahmat sizga. Mana shu yerda hozir Siroya opajonimiz, bu Mohina bonining onajonlari va albatta otajonimiz borlar, Shuhrat akamiz. U kishiga ham rahmatlar deb aytamiz. Mana shunday chiroyli qizimizni voyaga yetkazdilar, tarbiya berdilar. Barcha niyatlari jome amal bo'lsin deymiz va doimo Mohinani, farzandlarini, rohatini, baxti kamolini ko'rib yurish nasibu ro'za aylasin ularga ham. Doimo sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Barchalari dunyo turguncha tursinlar deb niyat qilamiz albatta. Rahmat, sog' bo'linglar. Kechamiz menimcha chiroyli raqslar bilan davom etsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Barchalaringizni yana bir bora chiroyli raqslarga taklif etaman. Mana shu yerda albatta ishtirok etayotgan barcha mehmonlarimizni saqlamas markaziga chiroyli raqslarga taklif etamiz. To'ylar muborak bo'lsin.
Alışan
Желаем вам всего самого наилучшего, приятного аппетита. И вечер продолжаем опять-таки поздравительными словами, которые прозвучат сейчас от соседей нашей уважаемой мамы Сайора Ити, Зокир Ака и Зафар Ака. Если вы здесь присутствуете, то, пожалуйста, я вас приглашу на эту сцену. Kechamiz davom etadi chiroyli so'zlar bilan albatta. Bu davra farqli davra hammalardan. Chunki juda ham ko'p tabrik so'zlari yangrayapti bu yerda va sahnamiz markaziga hurmatli akajonlarimiz, Zokir akajonimiz, Zafar akajonimiz, Sayyora opajonimizning jon qo'shnilari, yon qo'shnilarini sahnamiz markaziga taklif etamiz. Marhamat. O'zlari iltimos qilinglar, marhamat, sahnamiz markaziga taklif qilaylik sizlar. Assalomu alaykum, hamma Sho'g'al ekan. Men ana xorchimon babaxshamat ulayim. Men dadishkish afshajon uzrashona bilanlayim. Yani perecevatkan işten bir yiyeceğim muhteremle doktorlar bakışına yaptığımda babaxshamat. İlk sefer damatlıkta kadim bir oyunca. Boş bir kadar. Rahmat şurada. Salomat bo'lishing, rahmat. Sog' bo'lishing, salomat bo'lishing. Yana bir albatta mehmonimiz borlar. Hurmatli Murod akamiz, kelin poshamizning otajonlari, Shuhrat akamizning yaqin akalari ekanlar. Marhamat, Murod aka, sizni ham sahnamiz markaziga taklif etsak. Borlarmi? Ishtirok etyaptilarmi? Marhamat. Assalomu alaykum sizga ham albatta. Mana shunday chiroyli kunlar, to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Mehmonlar va mehmonlar. Mana bugun jo'ramiz Shuhratjonni qizlarini fotiha to'ylariga o'tiramiz. Men ularga baxt, saodat tilayman. Qo'shiq qarib, o'zlaridan ko'payib, ota-onalarini, hurmat izzetlarini qilishni hamisha sog'-salomat. Rahmat, sog' bo'ling. Siz ham chiroyli qarsaklar albatta izlar, mehmonjonlar. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadamlaringiz qutlug' kelsin deymiz. Yana bir bor xush ko'rdik sizlarni barchalaringizni mana shunday chiroyli kunda. Azizlar, kechamiz fayzli o'tdi, shukuhli o'tdi. Bu dunyoga doston bo'ldi desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi, lekin boshlanishi bor narsani albatta oxiri bo'lar ekan. Ibtido bor joyda albatta intiho ham bo'lar ekan. Shu bois hozir sahnamiz markaziga kelin poshamizning onajonlarini taklif etamiz. Hurmatli Sayyora opajonimiz, sizni taklif etsam-da, mana shu chiroyli kechamizni yakunlab berishingizni iltimos qilsam. Aslida men u kishini kechamiz boshida taklif etishim kerak edi, lekin shu qadar kamtar ayolki, yo'q, men oxirida chiqa qolay deb aytib qo'ydilar va hozirda mana shu sahnamiz markaziga hurmatli onajonimizni guldiroz qarsaklaringiz sadosi ostida taklif etaman. Marhamat. Fotiha to'ylar muborak bo'lsin. Mana 28-oktyabr sanasida nikoh to'ylari ham endi men birinchi aytaman, muborak bo'lsin deyman. Xudo xolasa kelasi yillari beshik to'ylarda o'tirish nasib etsin barchamizga. Mana shunday chiroyli qizni tarbiya etibsiz, voyaga yetkazibsiz. Sizga ming rahmat deymiz. Mohina Bonuning nomidan ham, farzandlaringiz nomlaridan, barcha mehmonjonlarimiz nomlaridan va mana shu kechamizni chiroyli yakunlab berasiz degan umiddaman. Marhamat. Mana yana bitta katta amajonlari gapirsinlar, ana keyin men gapiraman deb o'tiribdilar. Marhamat, amajonimiz chiroyli tabrik so'zlari. Assalomu alaykum mehmonlar va mezbonlar. Bugun davramizning sababkori bo'lgan Mohina Bonuning fotiha to'yiga hammalaringiz xush kelibsizlar.
xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin deymizda. Ana endi esa Sayyora opajonimiz sizdan eshitamiz tabrik so'zlarini va mehmonjonlaringizga rahmatlar aytishingizni so'rab qolamiz. mehmonakay aziz, xush omadinglar, mamlakatim Nuridida Tojisar. Umrida sababchi دخترم مخینابانو و دومات شونده ما محمد فتیح الهی منها باور شوند بطخ شوند رفته جشم الهی کم سنگ شود اینی کند اشی کند چطوری کشون روی بیاد الهی کم هم میکتم رحمت خوش آمده تا نوری دیده تاجی سر Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Mana shu kechamizni chiroyli duolar bilan ochgan edik azizlar. Endi esa chiroyli duolar bilan yakunlaymiz. Bir necha daqiqalardan so'ng albatta bu yerda desertlarimiz ham mavjud. Ketib qolishlar bo'lmasin azizlar. Hammangiz joyingizda qolinglarda. Ana keyin esa chiroyli duolar bilan mana shu kechamizni yakunlaymiz. Rahmat barchalaringizga. Omad bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Hurmatli Mustafa Bey, bugun burada iki gençin kalpleri birleşti. İki aile dost oldu. Allah bu güzel başlangıcı sonsuz mutluluklara dönüştürsün. Her iki aileye de hayırlı olsun diyoruz. Hoş geldiniz. Rahmat barchalaringizga, Xudo xolasa kelasi yillari beshik to'ylarda ko'rish nasib ro'z aylasin. Biz sizlar bilan xayrlashmaymiz, aksincha ko'rishguncha deb qolamiz. To'ylar muborak bo'lsin.